geologiya sohasi yer haqidagi fan bo'lib, unda yerni tashkil etuvchi barcha tog' jinslari o'rganiladi. Tog' jinslarini o'rganish geokimyoviy, mineralogik va petrografik tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi. Geokimyoviy analizlar natijasida tog' jinslarining geokimyoviy xususiyatlari, ya'ni tarkibida qaysi element qancha miqdorda ekanligini aniqlashimiz mumkin. Endi esa biz petrografik va mineralogik tadqiqotlar haqida gaplashamiz. Mineralogik va petrografik tadqiqotlarda tog' jinslaridan tayyorlangan anshlik va shliflarni ekranimizda ko'rib turgandek tasvirlar orqali o'rganamiz. Ushbu tasvirlarda har bir qismi bittadan mineral ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgacha bo'lgan paytda ushbu tasvirlar faqat inson omili yordamida o'rganiladi. Ya'ni mana shu tasvirlarning rangi, so'nish burchagi va boshqa xususiyatlariga qarab qaysi mineral ekanligi va qanday tog' jinsi ekanligi aniqlanadi. Biz taqdim etayotgan loyihamizda ushbu video tasvirlar va foto tasvirlar juda katta ma'lumotlar bazasi orqali solishtirib tekshiriladigan sun'iy intellekt texnologiyalar asosida ishlovchi Petrolik AI loyihasini taqdim etamiz. Ushbu loyihada bu kabi madanli tog' jinslari va boshqa tog' jinslarning mineralogik petrografik xususiyatlari sun'iy intellekt texnologiyalari asosida va sun'iy intellektning eng so'nggi platformalar orqali ulardan foydalangan holda o'sha o'rganiladi, tekshiriladi va tahlil qilinadi. Bu albatta samaradorlikni bir necha barobar oshirgan holda geologik tadqiqotlarning yuqori ko'rsatkichlarini belgilab beradi.